Toshkent tumani Hasanboyga kelganmiz. Sheribomdan 500 metr yo'l yuzida joylashgan birinchi qator o'rtoqlar 5 sotix maydonga tushgan mana shu ortimda turgan 2 qavatli xonadonimizni sotuvga qo'yilyapti. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlari va narxini bilib olsanglar bo'ladi. Kir-urish darvozxonasida turibmiz. O'rtoqlar, bu yerga bemalol bir nechta mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Ikki yon tomonimizda bo'lsa, binolarimiz tushyapti. Ana endi hovlimizga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, o'rtoqlar, bu yer tomonimizda kattagina hududimizda zelyonli zonaga ajratilgan ko'p yillik mevali daraxtlar bilan birgalikda xohlasanglar bu yer tomonda yana binolarni tushirsanglar bo'ladi. Ana endi asosiy binoyimizni tushuntiradigan bo'lsam. Xo'p, 2 qavat, podvali ham bor ikki yon tomonimizda. Ikkinchi qavatimizda elektrik ishlar bo'lgan, ozgina o'sha suvoq sarqiyapti. Hozir men sizlarga birinchi qavatni ko'rsatib beraman. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman. Toshkent tumani Hasanboyga kelganmiz. Shundoqqina Sheribom o'rtoqlar 5 sotix maydonga tushgan mana shu xonadonimizga $170 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, albatta kelishiladigan joylari bo'ladi. Gaz, svet, suv kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q o'rtoqlar. Uy egalarini raqamni qoldiraman. To'g'ri-to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Uy ko'rdik kanali bizdan uzoqlashmanglar.